ko'rib olamiz. Xo'sh. Ya Rose Box. 10 bol jabladı o sizni. All Stars 11'den keyin. promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi uchishlar Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebulan 5000 qo'yasiz. jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin Ha? kuzatyapti. Jarayonni. Yana jeb. Nikulindan. Erkebulan zarbalarni ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chapol, Erkebulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va endi zarbalar e'tiborli Erkebulan. Holati Qancharoqqa endi o'staldi buni. Erkebulan davom qilgan qo'ya. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi. Bo'ldi. Qo'shimcha nuqta tegishini ham kutib o'tirmadi. Sal Qo'ygan qo'yadi o ya. sal o'ynab Ha? Sal o'ynab Erkebulan'da Şahsi gün tayip. Ayıp tutardı o ya. Afsuski. Afsuski birinchi raundga g'olib ma'lum bo'ldi. Afsuski Baktıyorum o da o ya. hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqtaga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab, ko'z bir bo'lmasa ham to'xtatish. Dın. La bana referimiz tutangızı görmüyor musun? Nikul'un gözü oynakta bitçi. Korkup durganı. Жақсы.